Ha, yana sanmi? Bilatni yurishing olammi bizadi. Ertalab adang oshda odamni uyaltirdilar. Bunda ust boshlariga qarab qo'y. Bolam, qaysi cho'rt baqir-chaqir qilyapti? Hayda bor uydan. Eshitdingmi gaplarini? Borib adangga aqlli qilasan, tushundingmi? Surib o'tdi. Kim ekan u bolam? Qo'shni sayfi chiqibdi. Adangni kiyimlari bir tiyinga qimmat juldir yotibdi. Sen yengilib bermaysanmi deydi. Qo'shni darmiyat bo'lsa ham haqiqatni gapiribdi basharingga. Sanlarni boqaman deb, mana shu hovlilarni qilaman deb usti boshimga qaramanman. Zo'r joyga olib boraman. Bir kiyintirgin meni. Ala qayerga olib kelding? Cho'ta kaso bilan joyga kelganga o'xshayman. Duxinga o'ringlarchi. Brand Rose'da uchala filialida Liboy temi 89 mingdan 11-maygacha amal qilar ekan. Pensiyani olgandan davay shimotga qilamiz. Yur bolam. Bolam, shu hamma krosovka 89 ming ekan. Shuni olsam bo'ladimi? Bir minut bidillamay turing. Ali. Uchtepadagi Brand Rose'daman. Skidga bo'layotgan ekan, o'sha adam olib keldim. Olib beravering 89 ming ekan Liboy narsa. Bolam, shu shimni ham ko'ring, maylimi? Ko'ring. Pulni bering, men kassaga to'lab turaman-da. Xo'p, bolam, mana. Tezlashing. Qo'l, shatda bo'laman, bra. Bolam, shu yerda qora itga o'xshagan bolamni ko'rmadinglarmi, mabodo? Do'konda it nima qiladi, otam? Ittalagan oq padar yana pensiyamni chayib ketdi.